Bu videoda sizlar bilan sotuvchining profili yoki kabinetining funksiyonaliklari bilan tanishib chiqamiz. Keling, yuqoridan boshlaymiz. Bu yerda har doim sizni statistik ma'lumotlaringiz berib boriladi, ya'ni raqamlar. Bular shu vaqtgacha topgan daromadingiz. Bu esa oxirgi 30 kundagi daromadingiz. Bu esa bugungi daromadingiz. Mana bunisi esa sizni sotilgan mahsulotlaringizni soni qo'yiladi. Hammasi ayni paytda 0, chunki bizda hech qanday mahsulotimiz yo'q, hech qanday daromadimiz yo'q, shu sababli 0 bo'lib turibdi. Chap tomonda esa bizni, demak, o'zimiz haqimizdagi ma'lumot, statistikalarimiz bu ham qaysidir ma'noda va chap tomonda tezkor deylik menyular. Qaysidir menyularni bosib, o'sha funksiyaliklarga o'tishimiz mumkin va foydalanishimiz mumkin bo'ladi. O'ng tomonda esa ayni paytda mana shu 4 ta kategoriya turibdi mahsulot yuklash uchun, lekin bitta mahsulot yuklaganingizdan keyin bu sahifa yo'qoladi va uning o'rniga sizda grafik paydo bo'ladi, savdolaringizni doimiy nazorat qilib ko'rib borishingiz uchun. Pastki qismda esa bu ayni paytdagi Sofus platformasida eng ommabop mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun deylik, birinchi o'rinda turgani bu 196 marta sotilgan. Mana bu mahsulot. Qarang, 9 ming so'm narxi. Endi hisoblab ko'ring. 196 marta sotilgan 90 ming so'mdan mahsulot. 196 marta sotilgan, demak 9 ming so'mdan mahsulot. 1.764.000 so'm. Qarang, bitta mahsulot orqali shuncha daromad ko'ryapti. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi o'sha mahsulot haqida. Internetim pastroq, shuning uchun sekin ishlayapti. Qarang, muallifi kim? Mahsulotni ustiga bosib oldik. Muallif kim? Nima? Mahsulot nomi, narxi, betlari soni va hokazo ma'lumotlar va mana buni o'qing. Xarid qilishlar soni 196 marta xarid qilingan ushbu mahsulot. Bir marta bu mahsulotni yuklab qo'ygan, shu bilan doimiy savdo bo'lib boraveradi. Xuddi shunaqa mahsulotdan 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda qanaqa mahsulotlar ko'rinib turibdi, ko'rib borsangiz bo'ladi. 8 ming so'mdan 112 marta sotilgan. Misol uchun 2-chi o'rinda turgani va bu doimiy o'zgarib boradi. Bu sezonga yoki sotilishlar soni va hokazoga bog'liq holatda doimiy bu o'zgarib turadi. Misol uchun bu videoni ko'rayotgan paytingizda tekshirib ko'ring. Mana shu sahifalar, mana shu sahifadagi deylik ommabop mahsulotlar o'zgargan ayni paytda. Endi demak asosiy funksiyaliklar shular. Endi bittalab ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mening mahsulotlarim menyusida bu siz shu vaqtga yuklagan mahsulotlarni ro'yxati shakllanadi. Bu yerda esa marketing, ya'ni platformani deylik ayni paytda qanday sohalari mavjud va u sohalar bo'yicha qanchalik mahsulotlar yuklangan, sotilgan, umuman o'zingizni bo'limingizni tanlab tahlil qilsangiz bo'ladi bu sahifada. Sotib olinganlarda esa bu sizni deylik xaridor sifatida, siz sotuvchi sifatidan tashqari xaridor sifatida Sofus platformasida nima mahsulotlar yuklab olgan bo'lsangiz ko'rinadi bu yerda. Demak, o'zingiz sotib olgan mahsulotlar ko'rinib turibdi bu yerda. Mana buni bosadigan bo'lsangiz, siz yangi mahsulot yuklamoqchi bo'lgan kategoriyalardan birini tanlashingiz kerakligi aytiladi. Ya'ni yuklamoqchi bo'lgan mahsulot kategoriyani tanlaysiz bu yerda. Mahsulot yuklash uchun ishlatiladi bu menyu. Sizga donat qilganlar. Bu yerda demak, kimdir sizni misol uchun mahsulot yuklagan vaqtingizda hammasini ham pulli yuklamasingiz mumkin, bepulga yuklashingiz ham mumkin. O'sha vaqtda kimdirlar ko'ngildan chiqarib deymizmi yoki qo'llab-quvvatlash uchunmi sizga donat qilishi mumkin. O'sha vaqtda mana shu yerga kelib tushadi. Sizga donat qilgan bo'lsa, qancha donat qilgan, kim donat qilgan va qanday xabar yuborganligini shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ariza va takliflar, bu yerda siz o'sha mahsulot yuklab daromad qilganingizdan keyin o'zingizni pulingizni 35 ming so'mdan ko'p bo'lgandan keyingina yechib olishingiz mumkin. Kartangizni biriktirgan holatda albatta. Hozir hech qanday karta yo'q. Bu kartani biriktirish uchun pastki menyuga o'tadigan bo'lsangiz, profil qismi bor. O'sha profil qismidan kartani kiritib, kartani tanlab va kerakli summani yozasiz. Yechib olishda bitta bosganingizdan keyin kartangizga pulni tashlab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda esa o'sha qancha necha marta tashlab olganligingiz ro'yxati shakllanib boraveradi. Mana bu yerda esa o'zingizni mana shu platformaga bo'lgan feedbacklaringiz deymizmi yoki takliflaringiz bo'ladimi, e'tirozlaringiz bo'ladimi yoki qanaqadir maslahatli ishlar bo'ladimi? Xullas, dardingiz bo'lsa mana shu yerga yozib yuborsangiz bo'ladi. Sizga javob berishadi va bergandan keyin mana bu yerda o'sha yuborilgan taklifingiz va javobi mana shu yerda ko'rinadi. Xo'p,
Bu qism mana shu funksiyalardan iborat. Profil qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda demak o'zingizni ismingiz, banneringiz, demak profilingizdagi rasm va mana bu yerda karta kiritish mumkin bo'lgan joyi. Shu yerda kiritadigan bo'lsangiz, mana bu yerda qo'shilib yig'ilib ketaveradi, nechta karta kiritsangiz. Bu esa parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, parolni o'zgartirish uchun kiritadigan maydonlar. Umuman olganda shunaqa funksiyalardan iborat. Har bittasiga keyingi videolarda to'xtalib o'tamiz.